11-may Real Madrid va Barselona o'rtasida El Clasico o'yini bo'lib o'tadi. Endi juda ham ko'p savollar bo'ladi. Bu o'yinga nimalarni qo'yasizlar? Zuhriddin bilan yana bir garov o'ynaysizlarmi deb. Yo'q aziz obunachilar, eng garovni zo'ri men sizlar bilan qilmoqchiman. Kelinglar, sizlar bilan garov o'ynayman. Hozir Real Madrid muxlislari shu videorolikka like bosadi. Barselona esa muxlislari kommentariy olishadi. Qaysi biri yutsa, shunga qarab men ushbu muxlislarga, ya'ni Real Madridning muxlislariga 20 tasiga $100 dan atab qo'yganman va Barselona muxlislariga ham $100 atab qo'yganman. Eksklyuzivi iPhone 17 Pro Max. Telegram kanalimga o'tasiz va o'sha yerda adminimga men Realni muxlisiman deb obuna bo'lib qo'ysangiz, randomizer orqali yoki Barselona yoki Real Madrid muxlislaridan bittasini tanlab olaman. Shu iPhone 17 Pro Max ni shaxsan o'zim qaysi viloyatda bo'lishingizdan qat'iy nazar olib borib qo'lingizga topshiraman. Real Madrid va Barselona 11-may El Clasico. Kutamiz.